Inspektor S-Splint radarni komplektatsiyasi nimalar chiqadi, nima ustunlik tarafi bor boshqa radar detektorlardan bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Hop, yangisini ochamiz. Buni ustunlik tarafidan eng asosiysi buni programmasi imonni O'zbekiston uchun ishlab chiqarilganligi. Bu programmani hali alternativ chiqmagan. Oxirgi 2025-yilda hozircha faqat S-Splintdan boshqa radar detektor chiqmadi. Ichida garantiyaning talonlari bo'ladi, serenka nomerlari bilan 2 yil servisining garantiya bor. 10 kun qo'shimchasiga men ham garantiya beraman. Qanaqa garantiya desanglar, 10 kunning ichida shu radarni qo'yib yurasizlar, yoqmasa sizlar xohlagan radarga alishtirib beraman. Hop, S-Splintimiz zo'r fishkalardan bittasi. Buni ham laboyga yopishtirasizlar, ham torpedkaga ham qo'ysa bo'ladi. Oldin starerlarda bu funksiya yo'q edi. S-Splintda qo'yilgan. Yonida ham mana pitaniyasi bo'ladi. Buni torpedkaga qo'yib qo'ysanglar ham ishlaveradi. Laboyda turishini xohlasanglar, komplektda mana laboy kreplenasi ham chiqadi. Qo'yib yechish juda ham oson. Misol uchun yechib qo'ymoqchi bo'lsanglar, mana shu knopkani bossanglar chiqadi. Shunday qo'ysanglar qo'yiladi. Hop, pitaniyani xohlasanglar betga, xohlasanglar betga qo'ysanglar bo'ladi. Ikkalasida ham ishlaveradi. Пожалуйста, не забудьте пристегнуть ремень безопасности. Svetnoy bo'ladi. Eng qimmat LED ekran qo'yilgan bunga. Nastroykalar juda ham oson. Обновление qilish ham Wi-Fi orqali juda ham oson. U to'g'risida pastda video qoldirganman. Pastga tushib ko'rib olsanglar bo'ladi. Qo'shimchasiga yonida fleshka tiqadigan joyi ham bor. Обновлениeni через fleshka orqali qilsa ham bo'ladi. Narxi $220. Viloyatlar bo'yicha dostavka xizmati bor. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, Komavtoni xohlagan filaldan xarid qilsanglar bo'ladi. Eng zo'r tarafi nima bilasizlarmi? Bu 99% lojniy signal yo'q degani, faqat bor radarlarga gapiradi, yo'g'iga boshinglarni ortib titillatavermaydi. Radar detektor olmoqchi bo'lsanglar, mana shu Inspektor S-Sprint olinglar, baraka topasizlar. Bu videoni ko'proq do'stingizga jo'natib, videoga bitta like bosib qo'yinglar.